mana shu hozirgi Qur'onni o'qigan oyat. Shu oyatda o'sha mo'minlarni ta'rif qilib deyaptiki, iymon keltirgandan keyin, mo'min bo'lgandan keyin u iymonini zulm bilan aralashtirmagan. Ya'ni iymonning taqozosi shuki, inson omonatdor bo'lib, xiyonatli bo'lmasdan to'g'ri yo'lda yurishlik, har bir narsada adolat, mana bu hammasi mo'min odamning xislati bu. Mana shu zotlar iymon keltirib mo'min bo'lgandan keyin bu iymonini yomon ishlar bilan og'ishtirmadi. Pokiza saqladi iymon. Uloika lahumul amnu va hum muhtadun. Qiyomat kuni bularga amn, salomatlik, hech qanday bularga azob uqubat yo'q. Ular hidoyat yo'lida. Endi وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ. Mana shu Hazrati Ibrohim alayhissalatu vassalomga Xudoy taolo nechta hujjatlar bergan ekan. Ko'p u kishidan ajoyib dalillar sobit bo'lgan. Kofirlarning muqobiliga dalil bilan ularni isbot qilib izom bergan. Ana shu Xudoy taolo bu kishiga ato qilgan. آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ va muqobili qavmning muqobiliga, kofirlarning muqobiliga shu Ibrohimga biz mana shunday mo'jizotlar, hujjatlar ato qilgan. Ibn Sinoni bir baytida aytadi, talay tugunlarni yechtirib bermabdi. Qaro yerdan tortib to yulduzgacha olam sirlarini bilgan mukammal. Ibn Sino aytadi. Qaro yerdan tortib to yulduzgacha, osmongacha olam sirlarini bilgan mukammal. Talay tugunlarni yechtirib bermabdi. Lekin faqat ajal sirrini yetolmadim. Ajal sirrini yecholmadim. Boshqa ishkol tugunlarda hammasini yechdim, osmonda bo'lsin yo yerda bo'lsin. Lekin ajalga kelganda nochor bo'lib qoldi. Ilm hosil qilinglar, bokamol bo'linglar, bir-birlaringni hurmat qiladigan bo'linglar. Dillaringda bir-birlaringga adovat, bunaqa narsalarni bilkul chiqarib tashlanglar. Bir ota, bir onani bolasiday bo'lib yashanglar. Mana shunday bo'lib tarbiya topinglar. Ana shunday axloqqa ega bo'lganlaringda sizlar bir olijanob odam bo'lib yetishasiz. O'ylab ko'ringda, bitta ilm olish bilan bo'lmaydi. Ilm ko'p odamda bor. Lekin uni bilan birga axloq ham bo'lish kerak. Uni bilan birga odob ham bo'lish kerak. Uni bilan birga taqvo ham bo'lish kerak. Sizlarda hammasi bo'lish kerak. Hammasiga hidoyat qilsin. Yaxshi o'zining yo'liga hidoyat qilsin. Gumrohlik yo'lidan chalg'itsin.